Mushu orqali biz pulimizni tejab qila olamiz, ziroatlarimizdan yuqori usul ola olamiz. Biz mushu oldin qitim bog'larga chiqqan vaqtimizda mush chatib o'tgan shaxshumbulni mush bog'ning atrofiga besib qo'ymaslik to'g'risida biz bir film ishlab taqatgan to'q. Hozir biz mushu kivezlikda mush kivezning atrofiga qaraydigan bo'lsak, ma o't cho'plar anondan keyin ma shaxshumbul bor ekan. Patigul xonim mushu shaxshumbulninki o't cho'pninki mushu kivezninki mushu kisel ashara tushib olishga mushning bir belgilik bir foydasiz taraflar bormi? Bu nayt yaxshi bir savol bo'ldi. Nurg'a odamlar bu savolni o'ylab boqmagan bir savol so'ralgan bo'ldi. Darvaqa shu kepezlikka ziyon solgan hasharotlarni masalan ko'kpish deymiz, qizilömchik deymiz, g'o'zqut qatorliqlar. Bular hamda bir necha avlod qoldirdi. Bulan avlod qoldirish qitim sani o'xshamaydi. Shunlashqa bular har bir qitim avlod tamomlab bo'lgandan keyin mushundaq etizning cho'ristiki biz yo'qotmagan, do'rsatmagan o't cho'plarning oralarida, shaxshumlarning orasida, uning etizlik tashlab qo'ygan kon yo'pirmoqlarning oralarida orom oladi ular ajradi. Orom elib uningki shu klimat hozirlab mos kelgandan keyin uningdan keyin ikkinchi avlod chiqib ziyonsiz boshlaydi. Shunlashqa biz yolg'iz kepazning o'ziga tushgan ziyon hasharotlarni yo'qotmasin, kepazlarning cho'risiga mushning o'xshash o't cho'plarni yo'qotgan vaqtimizda uningdan keyin biz qo'shilib kelishalaymiz. Chunki maya do'rsib, kepazlik do'rsabdiq. Bu pishlarningki o'lgan o'ladi, o'lmaganlar yana uchib mushu o't cho'plar orasiga kelib oladi. Uningdan keyin yana bu o't cho'plardan yana kepazlikka do'rninki quruq ketganiga yana kepazlik uchib kelib yana ziyonsiz boshlaydi. Chunki bularning ko'pishi nayt tizda, masalan bir 10 pishit bir qitimda 500 dan 700 gacha bo'lgan shunday pishlarni tug'utalaydi. Shunga biz shu kepazlikka do'rsepga vaqtida atrofidagi o't cho'plarni do'rsepish orqali pokiz tutgan vaqtimizda undan keyin mahsulotni yuqori ko'targan bo'ladi. Mushu orqali biz pulimizni tejab qila olamiz, ziroatlarimizdan yuqori usul ola olamiz. Mushuning o'xshash texnik bilimlarga qiziqsanglar, bizni go'njoq qilib olsanglar bo'ladi. Maslahat so'ramoqchi bo'lsanglar, bizga inkas rayoniga uchur qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. 记得点赞关注哦。